siyosiy vaziyatlar, dunyo iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. Tarixshunos doktor Nabjan Tursun bilan Uyg'ur umumiy tarix haqida suhbat programmasi o'rinlashtirildi. Amerika Uyg'ur Akademiyasining o'rinlashtirishi bilan 12 dekabr shanba kuni 13 tomlik zarur asar Uyg'ur umumiy tarixining nashr qilinishga boshlanganlik munosabati bilan tarixshunos doktor Nabjan Tursun bilan suhbat va uning zo'r amgigi uchun to'n kiydirish faoliyati o'tkazildi. Tarixshunos doktor Nabjan Tursun chet eldagi jiddiy turmush ham xizmat jarayonidagi nurg'un jafo mushaqqatlar va eg'ir ro'yi besimlar ustidan g'olib kelib 30 yilga yaqin vaqtni kuch-quvvatini va butun zehnini sarf qilish badaliga 13 tomlik zo'r hajmdagi Uyg'ur umum tarixi degan asarni yozib chiqdi. Ham dastlabki tomlarini nashr qildirib, keng xalqimizga sundi. Doktor Nabjan Tursunning ijodiy hayoti hamda asarning yozilishi va nashr qilinish jarayonidagi tafsilotlar bilan tanishib chiqish, doktor Nabjanning Uyg'ur tarixi tadqiqoti qo'shgan zo'r to'kpisini qizg'in tabriklash maqsadida bu faoliyat o'rinlashtirildi. Suhbat programmasiga 50 ga yaqin Uyg'ur ziyolilari Google yig'in programmasi orqali naq maydondan qatnashdi. Bu suhbat fidoyilar ekrani orqali naq maydondan ulab tarqatildi. Fidoyilar ekranini YouTube kanali va Facebook kanali sahifasidan 300 ga yaqin kishi naq maydondan ko'rdi. Suhbatga Amerika Uyg'ur Akademiyasidan doktor Feyzulla Zeydin afandi riyosatchilik qildi. Nabjan Tursunni yaqindan yaxshi biladigan Uyg'ur ziyolilaridan Amerikadagi Tahir Emin Uyg'uryan, Turkiyadan professor Olimjon Inoyat, doktor Avlat Samad, Qozog'istondagi professor Olimjon Tilavaldi, Amerikadan doktor Maysa Metalif xonim va Samad Avut afandi qatorliqlar o'zlarining doktor Nabjan Tursunning kishiligi va tadqiqot haqida ko'z qarashlarini so'zlab o'tdi. Oxirida doktor Nabjan Tursunning Uyg'ur tarix tadqiqotiga qo'shgan to'kisi uchun uning Amerika Uyg'ur Akademiyasi tarafidan to'n kiydirilib, plakat taqdim qilindi. Arqadan doktor Nabjan Tursunning 30 yildan beri bu 13 tomlik Uyg'ur umumiy tarixini yozib chiqish jarayoni va uning yozgan boshqa ilmiy asarlari haqida suhbat ilib berildi.